Shu yil oxirigacha kim Instagramdan 100 ming dollardan ko'proq pul ishlamoqchi? Shu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir buni 4 ta amaliy qadamli ketma-ketligida ko'rsatib tushuntirib beraman. Birinchi qadam: odamlar bizdan biror nimani sotib olishini xohlaydigan bo'lsa, shu 3 ta asosga ko'ra kontentlar chiqarishni boshlaysiz. Birinchisi, shaxsiyat ko'rsatiladi. Kimsiz, sohaga qanaqa kirdingiz, nimaga bu sohadasiz. Ikkinchisi, mutaxassislik ko'rsatiladi. Qanchalik darajada mutaxassissiz, nimalarni bilasiz va sizdan kimlar sotib olgan. Uchinchisi, mahsulot haqida bo'ladi. Nima taklif qilyapsiz, nima qiymat berasiz, nima uchun sizdan sotib olish kerak. Keyingi qadam kontentlarni tizimli ravishda yo'lga qo'yishni tashkillashtirishingiz kerak. 10 kunda bir oyda 2 ta video chiqargandan ko'ra o'rtacha sifatda 15 kunda kamida 10 ta video chiqarishni afzal ko'raman. U odamdagi sizga nisbatan qiziqish, mahsulotingizga nisbatan qiziqish va aynan shu odamdan sotib olaman degan xohish paydo bo'lishiga olib keladi. Uchinchi asosiy qadam, profilni upakovka qilishimiz kerak. Biz kimmiz, mijozlarimizning fikri biz haqimizdagi qanaqa va nimaga aynan bizdan sotib olish kerak, nima qiymat, nima taklif beryapmiz degan narsa ustida ishlab, profilda bu narsalarni ko'rsatib berish kerak. 4-qadam, tizimli kontent bilan bir qatorda parallel ravishda target reklamalarini yo'lga qo'yish kerak. Mahsulotingiz, xizmatingiz bilan berilayotgan offeringiz haqida qisqa videolar tayyorlaysiz va buni parallel ravishda targetga yoqasiz va yoqishingiz bilan sizga mijozlar oqimi kelishni boshlaydi. Va bu narsani 6 oy hafsala bilan tashkillashtirganingizda sizda bu bo'yicha katta tajriba va tizimli sotuvlar yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa like bosinglar, Instagramda kontent qilayotgan tadbirkor o'rtog'inglarga yuborib qo'ying.